Ayollar oldin qildirganlar tatuaj bo'lib ketgan. Уже noto'g'ri texnikada qilishgan. Oldin qosh shiram уже. Hali aytganimdek daftarga chizasiz, daftarga uni o'chirib tashlaysiz-da, o'sha daftarga chizsangiz уже liniyalar boshqacha ketadi. Qo'sha ham shunaqa narsa. Uni davolash kerak. Aytmoqman, mendan iltimos qilib kelgan narsangiz udaleniyani men qilib berdim sizga. Lekin faqat o'sha bitta udaleniyam qoldi. Oxirgi kraskalarni tozalab tashlashga. No, meni основной ishim qolib ketib, men qosh davolashga o'tib ketdim-da, ayollarning qoshi chiqsin, iloji boricha shu narsani qilmasin degan maqsadda men qilib berganman bu narsalarni. O'shaning uchun hozir ko'jangizni davolab olsangiz, xudo xolisa qoshlaringiz o'smasa, yog'iga o'sha laminatsiya nimadir qilib yurishingiz ham mumkin. Master chizdirishga master etmaganimiz sababi gohida qoshlar keladi, haqiqatan chizdirmasa bo'lmaydigan qoshlar keladi. O'shanaqa qoshlarga men rekomendovat qilishim mumkin master. Lегкий, permanent, теневый qiladigan masterlarni rekomendovat qilishim mumkin. No, o'zini qoshi chiroyli bo'lib turib, keyin qarasam yana o'sadigan qosh bo'lsa, lutshi ularga master etmay turaman. Qoshlari o'smagandan keyin уже o'zini obrazini boshqacha ko'radi-da oynada. Balki yoqtirib qolib qilmas.